Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Barchaga taalluqli pensiya oshishi, kimning puli qancha ko'payishi, kimni albatta tekshirish kerakligi va qaysi joylarda odamlar ko'p xato qilib o'z haqini to'liq ololmay qolishi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Pensiya oladigan ota-onamizga, nafaqa oladigan yaqinlarimizga hali pensiyaga chiqmagan. Lekin ertaga hujjat tayyorlaydigan fuqarolarga ham kerak. Men sizga masalani oddiy tilda, hujjatbozliksiz, lekin aniq qilib tushuntiraman. Agar sizning oilangizda pensiya oluvchi inson bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ayrim hollarda odam pensiyasi oshganini kutadi, lekin hisob kitobdagi xatolik yoki hujjat yetishmagani sababli kamroq pul olib yurishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam yutadi. Avvalo vaziyatni tushunib olaylik. Pensiya masalasi odamlar uchun eng sezgir mavzulardan biri. Chunki pensiya bu shunchaki davlat tomonidan beriladigan pul emas, balki insonning ko'p yillik mehnati to'lagan badallari, ish staji, hayoti davomida qilgan xizmatining natijasidir. Narxlar oshib borayotgan bir paytda pensiyaning oshirilishi ko'pchilik uchun oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport va kundalik ehtiyojlarni qoplashda juda katta ahamiyatga ega. Oldin ko'pchilikda bitta savol bo'lardi. Pensiya oshsa hammaniki bir xil oshadimi yoki faqat ayrim toifalarnikimi? Masalan, kimdir yoshga doir pensiya oladi, kimdir nogironlik pensiyasi oladi, kimdir boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Bundan tashqari ayrimlar ijtimoiy nafaqa oladi, ayrimlar esa minimal pensiya miqdoriga bog'langan to'lov oladi. Shu sababli odamlar ko'pincha qaror chiqdi degan gapni eshitadi. Lekin o'z hisob varag'iga pul tushganda kutilgan miqdorni ko'rmay hayron bo'ladi. Hozirgi asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensiyalar va ayrim ijtimoiy to'lovlar qayta hisoblanadi. Oshirilgan miqdorlar belgilangan sanadan boshlab amalda qo'llanadi. Ya'ni bu shunchaki gap emas, balki amaliy hisob-kitob qilinadigan jarayon. Lekin eng muhim nuqta, hammaning pensiyasi bir xil summaga ko'paymaydi. Kimning pensiyasi yuqori bo'lsa, foiz hisobida ko'proq ko'payishi mumkin. Kimning pensiyasi eng kam miqdorga yaqin bo'lsa, u eng kam kafolatlangan darajaga qarab qayta hisoblanadi. Shuning uchun har bir inson o'z pensiyasini alohida tekshirishi kerak. Men bu yerda juda muhim narsani alohida aytaman. Pensiya oshirilgani haqida xabar chiqishi bilan darhol mening pensiyam falon so'm bo'lishi kerak deb xulosa qilish to'g'ri emas. Chunki pensiyaning yakuniy miqdori bir nechta omilga bog'liq. Ish staji, ish haqi bo'yicha hisoblangan baza, avvalgi tayinlangan pensiya turi, ustamalar, imtiyozlar, nogironlik guruhi, qaramog'idagi shaxslar, shuningdek ayrim hollarda hujjatlarning to'liqligi ham ta'sir qiladi. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak, endi oddiy misollar orqali tushuntiraman. Tasavvur qiling, birinchi fuqaro 30 yil ishlagan, barcha mehnat daftarchasi yozuvlari to'g'ri. Ish haqi bo'yicha ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida bor. Uning pensiyasi avval 1200 ming so'm bo'lgan. Agar pensiyalar belgilangan foiz asosida oshirilsa, uning pensiyasi shu foizga mos ravishda qayta hisoblanadi. Masalan, 10% oshish bo'lsa, 200 ming so'm, 200 ming so'mga yaqinlashadi. Lekin bu oddiy matematik misol. Amalda pensiya tarkibida ustamalar yoki alohida to'lovlar bo'lsa, natija biroz boshqacha chiqishi mumkin. Ikkinchi misol. Bir opa yoshga doir pensiya oladi, lekin uning ish staji kamroq. U hayot davomida bir necha yil rasmiy ishlagan, keyin uyda bolalar tarbiyasi bilan shug'ullangan, ayrim davrlar hujjatda to'liq aks etmagan. Uning pensiyasi eng kam pensiya miqdoriga yaqin. Bunday holatda oshish foiz bo'yicha bo'lishi mumkin, lekin shu bilan birga eng kam miqdorlar ham qayta ko'rib chiqilgan bo'lsa, opaning pensiyasi minimal kafolatlangan darajaga yetkazilishi mumkin. Mana shu joyda ko'pchilik tushunmaydi. Nega qo'shnimniki 200 mingga oshdi, menikiga 20 ming qo'shildi? Chunki boshlang'ich miqdor, staj, ustama, pensiya turlicha. Uchinchi misol, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaro bor. Nogironlik pensiyasida ham guruh ish staji, avvalgi ish haqi, tibbiy xulosa va to'fa muhim ahamiyatga ega. Agar umumiy pensiyalar oshirilsa, nogironlik pensiyalari ham belgilangan tartibda qayta hisoblanadi. Lekin ayrim nafaqalar va pensiyalar bir xil mexanizm bilan oshmaydi. Shuning uchun nogironligi bo'lgan fuqarolar o'z to'lov turini aniq bilish kerak. Bu nogironlik pensiyasimi yoki nogironlik nafaqasimi? Farqi katta. Pensiya odatda
ish staji va sug'urta tizimiga bog'liq bo'ladi. Nafaqa esa boshqa ijtimoiy mezonlar asosida tayinlanadi. 4-misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladigan oila. Bunday oilalarda ko'pincha bir nechta farzand yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zosi to'lov oladi. Oshirilgan miqdorlarni hisoblashda boquvchining ish staji avvalgi daromadi, oila a'zolari soni va belgilangan qonuniy normalar hisobga olinadi. Agar oila tarkibi o'zgargan bo'lsa, masalan farzand 15 yoshga to'lgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, hujjatlarni yangilash kerak bo'lishi mumkin. Aks holda to'lov to'xtab qolishi yoki kamayishi ehtimoli bor. Endi kim xavotir olish kerak? Birinchi navbatda pensiyasi kutilgandan kam oshgan fuqarolar. Agar siz avval bir miqdor olib kelgan bo'lsangiz va oshirilgan to'lov tushgandan keyin farq juda kam bo'lsa, albatta tekshiring. Ikkinchidan, ish staji to'liq kiritilmagan deb o'ylaydiganlar xavotir olish kerak. Masalan, siz 1975 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagansiz, lekin mehnat daftarchangizda muhr noaniq, korxona nomi o'zgargan yoki arxiv ma'lumoti olinmagan bo'lsa, bu hisob-kitobga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchidan, sobiq kolxoz, sovxoz, shirkat xo'jaligi yoki yopilgan korxonalarda ishlaganlar hujjat masalasini alohida tekshirishi kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy vaqtida tushayotgan bo'lsa, oxirgi oshirilgan to'lov hisob varag'ingizda aks etgan bo'lsa, pensiya turida o'zgarish bo'lmasa, staj va ish haqi hujjatlaringiz oldin to'liq tekshirilgan bo'lsa, katta vahimaga tushish shart emas. Lekin baribir men tavsiya qilaman. Kamida bir marta pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki May Bandakov uz kabi elektron xizmatlar orqali pensiya hisob-kitobingizni ko'rib qo'ying. Chunki xotirjamlik uchun ham odam o'zining huquqini bilishi kerak. Yana bir muhim jihat. Pensiya oshishi faqat pensionerning qo'liga tushadigan pulga ta'sir qilmaydi. Bu oilaviy byudjetga ham ta'sir qiladi. Masalan, bir oilada bobo va buvi pensiya oladi. Har birining pensiyasi 10 ming so'mdan oshsa, oilaga oyiga 300 ming so'm qo'shimcha kirim bo'ladi. Bu bir oyda dori-darmon olish, gaz va elektr to'lovini yopish yoki nabiraning o'quv xarajatiga yordam berish degani. Shuning uchun bu masala faqat pensionerning emas, butun oilaning masalasi. Endi eng ko'p uchraydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pensiya oshirilgan sanadan boshlab hisoblanadi, lekin pul tushishi texnik jadvalga bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni qaror belgilangan sanadan kuchga kirgan bo'lsa ham, ayrim bank kartalariga yoki pochta orqali yetkazishda bir necha kun farq bo'lishi mumkin. Bu darhol menga bermayapti degani emas. Lekin bir oydan keyin ham farq ko'rinmasa, albatta murojaat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat, hamma to'lovlar pensiya emas. Odamlar pensiyam oshdimi deb so'raydi. Lekin aslida u ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy nafaqalar alohida tartibda belgilanadi. Masalan, yoshi katta, lekin yetarli ish staji bo'lmagan fuqaroga tayinlangan nafaqa bilan 35 yil ishlagan fuqaroga tayinlangan yoshga doir pensiya bir xil emas. Ularning oshirilish tartibi, qayta hisoblash asoslari, hujjatlari farqlanadi. Uchinchi nozik jihat, ustamalar har doim bir xil oshmasligi mumkin. Ayrim pensiyalarda alohida xizmatlar, faxriy unvonlar, nogironlik holati, urush qatnashchilari yoki ularga tenglashtirilgan toifalar, qaramog'idagi mehnatga layoqatsiz shaxslar uchun ustamalar bo'lishi mumkin. Ba'zi ustamalar pensiya asosiy miqdoriga bog'liq, ba'zilar alohida belgilangan summalarga bog'liq bo'ladi. Shu sababli umumiy oshish e'lon qilinganda yakuniy summa siz kutgan oddiy foizdan farq qilishi mumkin. 4-nozik jihat, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik so'raydi, men pensiyaga chiqqanman, lekin ishlayapman. Menga ham oshadimi? Umumiy tartibda pensiya tayinlangan bo'lsa, ishlayotgan pensioner ham oshirilgan miqdordan foydalanadi. Lekin uning qo'shimcha ishlagan davri keyinchalik qayta hisoblash uchun alohida murojaat talab qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Ya'ni pensiya oshishi bir masala. Pensiyani qo'shimcha staj yoki qo'shimcha daromad asosida qayta hisoblatish boshqa masala. Buni aralashtirmaslik kerak. 5-nozik jihat, hujjatdagi bitta xato ham pulga ta'sir qiladi. Ism familiyaning eski yozilishi, nikohdan keyingi familiya o'zgarishi, mehnat daftarchasidagi sana noto'g'ri yozilishi, korxona muhrining o'qilmasligi, arxiv ma'lumotida lavozim yoki ish davri ko'rsatilmaganligi hisob-kitobni qiyinlashtiradi. Masalan, bir fuqaro 7 yil ishlagan davrni isbotlay olmasa, pensiya kamroq chiqishi mumkin. 7 yil staj bu juda katta masala. U faqat qog'ozdagi yozuv emas, har oy olinadigan pulga ta'sir qiladigan huquq. 6-nozik jihat.
avval rad etilgan yoki hisobga olinmagan davrlar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, kimdir bolani parvarish qilgan davri, harbiy xizmat davri, o'qish davri, ayrim ijtimoiy ahamiyatga ega davrlar hisobga olinadimi yoki yo'qmi deb bilmaydi. Bu masalada aniq tartiblar bor. Har bir davr avtomatik qo'shilmaydi, lekin ayrimlari qonuniy asosda stajga kiritilishi mumkin. Shuning uchun menga bir paytlar aytishgan bo'lmaydi deb yuravermaslik kerak. Qonunchilik o'zgarishi, arxivdan yangi ma'lumot topilishi yoki hujjat to'g'rilanishi mumkin. 7-nozik jihat. Pensioner vafot etgandan keyingi to'lovlar. Bu og'ir mavzu, lekin oilalar bilishi kerak. Agar pensioner vafot etsa, olinmay qolgan pensiya yoki dafn xarajatlari bilan bog'liq to'lovlar bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Oilalar ko'pincha buni bilmaydi va vaqtida murojaat qilmaydi. Shuning uchun yaqinlaringizning hujjatlarini tartibli saqlang. Pasport, pensiya guvohnomasi, bank kartasi ma'lumotlari, tibbiy hujjatlar. Oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. 8-nozik jihat. Meniki avtomatik oshadi degan fikr har doim ham yetarli emas. Umumiy indeksatsiya avtomatik bo'lishi mumkin. Lekin agar sizning stajingiz noto'g'ri kiritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotingiz eski yoki to'liq bo'lmasa, avtomatik tizim ham bor ma'lumot asosida hisoblaydi. Tizim sizning uyda saqlanayotgan eski ma'lumotnomangizni o'zi bilmaydi. Shu sababli inson o'z hujjatini o'zi himoya qilishi kerak. Amaliy maslahatlar nima qilish kerak? Qayerga borish kerak? Qanday hujjat yig'ish kerak? Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz amalda nima qilishingiz kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, oxirgi pensiya tushumini tekshiring. Agar bank kartangizga tushsa, mobil ilova orqali yoki bankomatdan ko'rib oling. Agar pochta orqali olsangiz, pochta xodimidan yoki tegishli bo'limdan to'lov vedomosti bo'yicha aniq summani so'rang. Oldingi oy va yangi oy summasini yonma-yon yozib chiqing. Farq qancha? Oshish sanasi qaysi oydan boshlangan? Agar farq tushunarsiz bo'lsa, keyingi qadamga o'ting. Ikkinchi qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaat qilganda shunchaki pensiyamni tekshirib bering demang. Aniq yozing. Mening pensiyam oshirgandan keyingi hisob kitobini tushuntirib berishingizni, pensiya miqdori qanday shakllanganini, staj va ish haqi ko'rsatkichlari qanday hisobga olinganini ma'lum qilishingizni so'rayman. Ana shunda siz umumiy javob emas, aniqroq izoh olish imkoniga ega bo'lasiz. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Eng asosiy hujjatlar, shaxsini tasdiqlovchi hujjat. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, harbiy xizmat bo'yicha hujjat, nikoh yoki familiya o'zgarishi bo'yicha guvohnoma. Farzandlar tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. Boquvchisini yo'qotganlik holatida o'lim guvohnomasi va oila tarkibiga oid hujjatlar. Hamma holatda ham barchasi kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin tayyor turgani yaxshi. 4-qadam, agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Ko'p odamlar shu yerda to'xtab qoladi. Zavod yo'q, endi nima qilaman? Korxona yopilgan bo'lsa ham. Uning hujjatlari davlat arxiviga, idoraviy arxivga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Siz tuman arxiviga, viloyat arxiviga yoki avvalgi ish joyingiz joylashgan hududdagi tegishli idoraga so'rov yuborishingiz mumkin. So'rovda ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, korxona nomi, bo'lim yoki sex nomi, taxminiy davrni aniq yozing. Men ishlaganman. Topib bering degan umumiy so'rov ko'pincha sekin yuradi. Qancha aniq yozsangiz, natija shuncha yaxshi bo'ladi. 5-qadam, yozma javob oling. Og'zaki aytilgan gapni isbotlash qiyin. Agar siz pensiya miqdoridan norozi bo'lsangiz, albatta yozma murojaat qiling va yozma javob talab qiling. Javobda sizga qaysi davrlar hisobga olingani, qaysi davrlar hisobga olinmagani, nima sababdan rad etilgani ko'rsatilishi kerak. Keyin shu javob asosida qo'shimcha hujjat yig'asiz yoki yuqori turuvchi organga murojaat qilasiz. 6-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Imkoningiz bo'lsa Mayap.gov. Uz yoki tegishli davlat xizmatlari orqali ma'lumotlarni tekshiring. Yoshlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'pincha pensionerlar telefon ilovasidan foydalanmaydi. Navbat kutadi, qog'oz ko'tarib yuradi. Farzandlar va nabiralar bu masalada yordam berishi kerak. Bu juda oddiy yordamdek ko'rinadi, lekin natijada ota-onangizning pensiyasi to'g'ri hisoblanayotganini bilib olasiz. 7-qadam, agar haqiqatan xatolik topilsa, qayta hisoblashni so'rang. Masalan, 5 yil staj kiritilmagan
ish haqi bo'yicha yuqoriroq ma'lumot topilgan, nogironlik guruhi bo'yicha ustama noto'g'ri qo'llangan, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila a'zosi hisobga olinmagan bo'lsa, qayta hisoblash uchun ariza yoziladi. Arizada aniq talab bo'lishi kerak. Falon davrni stajga qo'shish, falon ma'lumotnoma asosida ish haqini qayta hisoblash, falon ustamani qo'llash, pensiyani qayta hisoblab, farqini to'lash masalasini ko'rib chiqish. 8-qadam, muddatlarga e'tibor bering. Ayrim to'lovlar murojaat qilingan kundan, ayrimlari huquq paydo bo'lgan kundan, ayrimlari esa hujjat taqdim etilgan kundan hisoblanishi mumkin. Shuning uchun keyin boraman deb yurish zarar keltiradi. Bugun hujjatni topshirsangiz, bugungi sana qayd qilinadi. Ertaga topshirsangiz, ertangi sana. Ayniqsa qo'shimcha ustama, ta'limda o'qiyotgan farzand bo'yicha hujjat, nogironlik ma'lumotnomasi kabi masalalarda kechikmaslik kerak. 9-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya o'shish haqida xabar chiqqanda ba'zi odamlar men sizga tezlashtirib beraman, tanishim bor, kartangiz raqamini bering, SMS kodini ayting deb aldashi mumkin. Hech kimga bank kartangiz parolini, SMS kodini, plastik karta ma'lumotlarini bermang. Pensiya masalasi rasmiy idoralar orqali hal qilinadi. Agar kimdir pul evaziga pensiyangizni oshirib beraman desa, bu juda xavfli signal. Qonuniy asos bo'lmasa, hech kim sizga pensiyani sun'iy oshirib bera olmaydi. Qonuniy asos bo'lsa, siz buni o'zingiz ham rasmiy tartibda talab qila olasiz. 10-qadam, oilada hujjat papkasini yarating. Men har bir xonadonda alohida papka bo'lishini tavsiya qilaman. Unda pasport nusxalari, mehnat daftarchasi nusxasi, pensiya hujjatlari, arxiv javoblari, tibbiy xulosalar, bank rekvizitlari, murojaatlar va javoblar saqlansin. Hujjatlar tartibli bo'lsa, muammo chiqqanda siz bir kunda harakat boshlaysiz. Aks holda odam bir hafta faqat qog'oz qidiradi. Keling, yana bir hayotiy vaziyatni ko'rib chiqamiz. Bir pensioner amaki 1000-5000 so'm pensiya oladi. Qarordan keyin qo'shnisi 1000-700 so'm olayotganini aytadi. Amaki o'ylaydi. Demak, menga kam berishyapti. Lekin tekshirilganda qo'shnisida qo'shimcha ustama bor. Ish staji ko'proq, avvalgi ish haqi yuqoriroq bo'lgan. Bu yerda xatolik yo'q. Boshqa holatda esa opa 1000 so'm olgan. O'shishdan keyin ham juda kam farq bo'lgan. Tekshirilganda uning 6 yillik ish davri arxidan tasdiqlanmagan ekani aniqlangan. Arxiv ma'lumoti topilib, topshirilgandan keyin pensiya qayta ko'rilgan. Mana farq qayerda? Kimdadir hammasi to'g'ri, kimdadir hujjat yetishmaydi. Yana bir vaziyat, boquvchisini yo'qotgan oila farzandi kollej yoki universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. U 12 yoshga to'lgandan keyin to'lov to'xtab qolishidan xavotir bo'ladi. Bunday holatda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar oila buni vaqtida topshirmasa, to'lovda uzilish bo'ladi. Keyin nega bermayapti deb yuradi. Aslida hujjat vaqtida yangilanmagan bo'ladi. Shuning uchun pensiya va nafaqa oluvchilarning oila holati o'zgarsa, darhol xabar berish kerak. Men yana shuni aytmoqchiman, pensiya oshirilishi yaxshi yangilik. Lekin undan to'liq foydalanish uchun fuqarolar ham faol bo'lishi kerak. Davlat qaror qiladi, tizim qayta hisoblaydi. Lekin sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lmasa, yakuniy natija to'liq chiqmasligi mumkin. Shu sababli har bir pensioner yoki uning farzandlari kamida 3 narsani bilishi kerak. Pensiya turi, hozirgi miqdori va qanday omillar asosida hisoblanganligi. Demak, azizlar, pensiya oshirilishi bo'yicha eng muhim xulosa shuki, bu masala barchaga taalluqli, lekin har bir insonning yakuniy summasi alohida hisoblanadi. Hammaning pensiyasi bir xil oshmaydi. Chunki staj, ish haqi, pensiya turi, ustamalar va hujjatlar turlicha. Kimning hujjati to'liq bo'lsa, u xotirjam bo'lishi mumkin. Kimda shubha bo'lsa, kutib o'tirmasin, pensiya jamg'armasiga murojaat qilsin. Yozma javob olsin, arxiv hujjatlarini yig'sin va kerak bo'lsa qayta hisoblashni talab qilsin. Men sizdan iltimos qilaman. Bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, pensiya oladigan qarindoshlaringiz bilan bo'lishing. Kommentariyada yozing. Sizning hududingizda pensiya oshirilgan miqdor tushdimi? Farq qancha bo'ldi? Hisob-kitob tushunarli bo'ldimi yoki savollar bormi? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bildirishnomani yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni men oddiy tilda tushuntirib boraman.